Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, hammalarning vaqtinizlar xayrli bo'lsin. App yasash haqida dastlabki savat darsimizninki 3-chi qismiga xush kelibsizlar. Oldingi darsimizda MIT tarafidan yasalgan App Inventor degan torbat har bir o'rinni sizlarga tushuntirib o'tgan edim. Bugungi darsimizda bo'lsa, mushu torbatda oddiy bir app yasashni o'rganib o'tamiz. Undaqda darsimizni boshlab ketaylik. Biz App Inventorning torbatiga Gmail hisobimiz bilan kirgandan keyin mana bir ko'rinish ochildi. Bu yerda biz o'zimizningki applarni ko'ra olamiz. Agar sizningki hisobotingizda hech qanday app bo'lmagan bo'lsa, My Projects degan yerda hech qanday narsa ko'rinmaydi. Agar sizning projektingiz bo'lib qolgan bo'lsa, bunda har bir projektlarningki uchurlari chiqadi. Men oldingi darsda Uyg'ur Music degan appni qurib, shuningda App Inventor'ni tushuntirib o'tgan edim. Bugun bo'lsa yangidan bir projektdan birini qurib, shuningda oddiy bir musiqa qo'yg'ichdan birini yasab chiqaylik. Undaqda men oldingi darsimizda qurgan projektni o'chirib o'tay. O'chirib o'tish uchun bu yerdagi knopkani bosib, Move to Trash deganni bosamiz. Bosgandan keyin OK deganni bossak, bu aqla sandiq ketadi. Yangi projekt qurish uchun Start New Project'ni bosamiz. Bosgandan keyin bu yerga projektning ismi, ya'ni appning ismini kirgizamiz. Uyg'ur Music deb yozdim. Mau projektning ismida bo'sh o'rin bo'lmaydi deydi. Cho'qim yoki qo'shilib yozildi va yoki ostsizliqni qo'shsangiz bo'ldi deydi. Men qo'shib yozdim. OK'ni bosdim. Bossam projekt mana qurildi. Qurilgandan keyin bizga mushu projektning ko'rinma yuzi ochildi. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizningki butun ishlatadigan knopkalar, loyihalash ko'znagi, uningki alayliklar bor ko'znaklar bu yerda chiqdi. Undaqda biz mushu appningki loyihalash qismiga o'taylik. Biz avval bu appni qanday loyihalash haqida bir fikr yurgizib o'taylik. Bu appda ast tarafda qo'yilgan, ya'ni musiqa qo'yilgan knopkalar bo'ldi. Üst tarafda mushu Uyg'ur Music qutisi deydigan bir logo bo'lsin. Mushu ikki narsani ishlatib biz appni yasab chiqaylik. Bu ikki bo'lakdan tuzildi. Biz bu yerga avval bir mushu rasmni qilganga horizontal arrangement deganni qilib, bu yerga bu rasmni bu yerga eklaylik. Rasmni eklangandan keyin ostiga knopkalar keldi. Knopkalarni 4 tal knopka keldi. Bir qurliq 4 bo'lak bo'lingan knopka bo'lganligi uchun biz table deganni ishlataylik. Table'ni ishlatib bu columndan 4'te column degan gap endi rows kirib rowsni bir qor 4 katakcha, column degan katakcha, rows degan qor deymiz. Endi mushuni 4 tal 5 tal deylik, 5 bo'lsin. 5 katakcha bir qurliq bo'lsin. Mouse endi bu bir tallan bo'ldi. Buningki hayti egizligini endi biz qancha 80% qilib baqilay. 80% bo'lsin egizligi. Buningki kengligi full parent bo'lsin, full bo'lsin. Endi mau'ninki egizligi bu 20% bo'lsin. Endi buningki width kengligi fill bo'lsin. Bundaq bo'lganda bu yerga biz rasmni qo'yamiz, bu yerga knopkani qo'yamiz. Endi bu knopkani biz knopkaga icon, ya'ni mushu iconni qo'yib shu shaklni bosadigan qilsak bo'ldi. Buningga masalan siz rasm qilmayman deb qolsangiz, mau buttonni qilib, buttonga xat yozib next keyingi oldingi degandekni qo'ysangiz bo'ldi va yoki butonni qo'ymay bu yerga rasm qo'shib, mushu rasmga mush qo'yish knopkalarini qo'yish orqali, kirgizish orqali qilsangiz
bo'ldi. Men bu yerga rasmni qilay, rasmni tanladım. Rasm tanlab clickable, ya'ni basa oladigan bo'lsin deganni qilaman. Buni qilgandan keyin bu 5 tal bo'ldi. Buniki nimasi full bo'lsin. Egizligi, width'i bu 5 tal bo'lganlik uchun birisini 20% dan qilib turli hozircha qilib ma'ni persentiga 100 qilib baksak naq kelgidek. Bu yerga yana birini ekilmiz. Bumi 100% egizlik kengligi 20% bo'ldi. Qaraylamsak bir 2 knopka bo'ldi. Endi yana bir knopkani ekilmiz. Bu knopkaning egizligi 100% bo'lsin. Kengligi 20% bo'lsin. Dedik. Qaraylamsak bir 2 3 keldi. Endi 4-inchisiga buningki egizligini 100% qilmiz. Kengligini 20% qilsak bo'ldi. 20% qildik. Endi yan birisini mega ekilmiz. Buningki egizligi 100% bo'lsin. Kengligi 20% bo'lsin. Dedik. Mana hozir 5 tal knopka bo'ldi. Endi bu 5 knopkasininki birinchisini əmsi rəsm ism berib alsaq bo'ldi. Məsələn, bununki previous deb oldingi deb qo'ysak bo'ldi. Manınğa play qo'yish deyli. O'ttirdikisi ne bo'lsin? Pause. To'xtatgan bo'lsin. Yandikisi stop bo'lsin. En axırqısı next, yani keyinki muzika bo'lsin. Ata qaraydigan bo'lsak, previous oldingi qo'yish, vaqtliq to'xtatish, biroq to'xtatish keyinki bo'ldi. Endi biz buningga mushu rasmlarni ya'ni iconni ekrayli. Ekrish uchun Pictures kirib, Pictures'dan upload file'ni besib, choose file deganni basimiz. Bundan desktop kirib, desktopdan music'ni besib, music'dan icons'ni basima. Icons'ni basgandan keyin bu yerdan biz previous degan iconni bassak bo'ldi. Besib OK'ni basimiz. OK'ni bassak bu previous'ninki nimasi chiqdi. Bu yerdan OK'ni bassak bo'ldi. Undan play'ga biz yana mushu yerdan Pictures'dan upload file'ni besib, choose file'dan play deganni basimiz. Play'ni basgandan keyin buni OK qilib upload qilamiz. Pause'ga yana o'xshash mushadan rasmni upload qilamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, biz mushu rasmninki hammasini tanlab bo'ldik. Oldingi play hammasiga clickable'ni besib tanlab qo'yamiz. Tanlab qo'ydik. Tanlab qo'yib qarasak, bu rasmlar bu yerda kirmadi. Buningga nima masala bor, shuningga bir qarab boqaylik. Balkim buning cho'ng kichikligida masala ko'rilgan bo'lishi mumkin. Qaraydigan bo'lsanglar, men bu yerda hammasini 10% qilsam, bu shakl asliga keldi. Qaraganda bizningki mushu egizlik va kenglikka bergan sonlarimizda sal masala bor ekan. Shunga biz mushuni o'zgartirish orqali buning layinishini ippasak bo'ldi. Hozircha mushunda bo'lib tursin. Endi buningki layinishini o'zinglar mishadan egizligi va kengligini berish orqali o'zgartirsanglar bo'ldi. Endi men ma'yerdagi qo'yg'ishdagi rasmni tanlay. Buni qilish uchun biz bu yerga rasmdan birini ekirishimiz kerak. Hozir horizontalga image deb bir rasmdan birini ekirdim. Ekirib buningki kengligi, egizligi
full bo'lsin, egizligini fill qilay, kengligini fill qilib boqay, qilsam naq keldi. Endi buningga rasmdan birini aykiray. Rasmni aykirish uchun pictures'ni besib, bu yerdan upload file'ni bosma, anandan keyin choose file'ni bosma. Besib, bosgandan keyin music kirib, music'dan men darsdan burun mana arka ko'rinishini loyilab qo'ygan. Mushuni ishiltay. Open deganni bosdim. Besib OK deb bosdim. Bassam mana bu rasm miyaga tushdi. Qaraydigan bo'lsak, bizningki hozir o'sha rasm anandan keyin mana qo'yg'ish hammasi o'ngshaldi. Endi buningki qaraydigan bo'lsak, miya bir oq kulrang turdi. Miya oq turdi. Endi buni chanmaslik uchun bu kaynini kulrang qilib bo'ladimi? Shuni bir sinab baqilay. Qilish uchun mana horizontal arrangement kirib, bu yerdan background color'dan non qilib baqilay. Non qilsam mana oq bo'ldi. Mana ko'rinma bilan moslashib, hozir hech qanday chanmadi hamda rang farqi. Endi biz buni qilish uchun biz bir ko'rinma yuzini ko'rish uchun bir mongoose baqilay. Mongoose uchun connect kirib, emulator degan bassam AI starter deydigan bir program bor ekan. Shuni kompyuteringiz qachlanlaydi. Buningda net help deganni biz baqilay. Besib basqandan keyin bu yerda qaraydigan bo'lsak, biz maningdan option 3, ya'ni 3-tanlash kirib, instructions kirib baqilay. Instructions kirib, bu yerdan o'sha emulatorni qanday qachlaydiganligi haqida uchurlar berilgan. Shu yerdan qaraydigan bo'lsak, bu yerda o'sha app inventorni qo'zg'atirgan emulator bor. Biz buningdan o'zimizning kompyuterga mos keladigan turni tanlasak bo'ldi. Masalan, kompyuteringiz Mac bo'lsa, Mac'ni, Windows bo'lsa, Windows'ni, Linux bo'lsa, Linux'ni tanlasangiz bo'ldi. Mening Mac bo'lganligi uchun Mac'nikini bosdim. Mac'nikini bossam, menga Mac'nikiga qachlaydigan appni tushuntirishini hech berdi. Qaraydigan bo'lsak, biz bu yerdan download the installer deydi. Qachilg'ishini tushiring deydi. Buningdan 3.0 nashirsini bassam, tuanni ko'rganinglardek tushyotidi. Buning tushishini saqlaylik. Qaraydigan bo'lsak, mana bu appmi tushib bo'ldi. Endi buni besib ochaylik. Qaraydigan bo'lsak, mana bunda bir app ochildi. Endi buni besib qachilaymiz. Qaraydigan bo'lsak, mana qachilash ko'zini ochildi. Buningdan continue deganni bosamiz. Continue'ni bosdim. Agree deganni bosamiz. Install deganni bosamiz. Ben bosgandan keyin bunda bir qachilash bosqichi ochildi. Buningki qachilishini saqlaylik. Mana qachilinib bo'ldi. Qachilinib bo'lgandan keyin restart deganni besib, o'sha kompyuterni qaytadan qo'zg'atamiz. Undaqda o'sha kompyuterningki qayta qo'zg'alishini saqlaylik. Hemen kompyuterni qaytadan qo'zg'atdim. Qo'zg'atib, o'sha app inventorningki torbetini ochdim. Endi men bu yerdan connectdan emulator deganni bosib, bu appni o'sha mobil telefonda etishni sinay. Qaraydigan bo'lsak, mana bizningki o'sha mobil telefon echilyotidi. Qaraydigan bo'lsak, mana mobil telefonda bizning app echildi. Appda biz kirgizgan rasm, andan keyin biz bekitgan qo'yg'ichlar bor ekan, knopkalari. Qaraydigan bo'lsak, buningda loyilashda xatolik bor ekan. Mana rasm, ya'ni bosadigan qo'yg'ichlar bek tuanga bo'lib ketibdi. Biz shuni o'ngshaylik. O'ngshash uchun qaraydigan bo'lsak, rasm bek cho'ng ekan. Buningki egizligini 80% qilaylik. 80% qildik. 80% qilgandan keyin maningki egizligini fill qilib baqilay. Fill qildik. Fill qilgandan keyin rasmlarningki o'sha egizligini, ya'ni bir o'ngshaylik 15% buni fill qilib baqilay. Fill qilib aniq qildik. Hammasi bo'ldi. Bu qaraganda pek cho'ng bo'lib ketibdi. Buni biz bir 15% ga aklaylik. 15% ga akaygandan keyin buni qaytadan ichib baqilay. Qilish uchun reset connections qilamiz. Reset connection qilib bo'lgandan keyin emulatorni qaytadan besib qo'zg'atamiz. Qaraydigan bo'lsak, 5 sekund o'tib ekan. Mana qaraydigan bo'lsak, appimiz azroq bo'lsa-mu bayamqidan yaxshilandi. Endi bu shu
shu layinlashishiga munosabatli ishlar qilib qoldi. Buni aldırmay keyingi soatdagi darslarimizda o'ngishib olsak bo'ldi. Endi biz başta oddiy bo'lgan bir muzikadan birini tanlab qo'yishni qilib baqili. Bu muzikani qo'yish uchun biz mediadan player deganni bosamiz. Playerni besib ekelsak, bu miyaga tushadi. Bu non-visible components deb ostiga bir ko'rinmaydigan a'zolardan birisi chiqadi. Buni adı player, ya'ni muzik qo'yg'ish. Muzik qo'yg'ishda qaraydigan bo'lsak, loop deydi. Shu qaytalash. Andan keyin play only in front foreground deydi. Ya'ni shu appni oldi yuzda ichpagin, ya'ni appni o'chirib nimdan chiqib kelsakmi, appdan bu qo'yilmasin, o'chib ketsin degan gap. Ondan keyin source'ga shu qo'ydigan muzikaninki manbasini beramiz. Ondan keyin buni ovozini beramiz. Undaqda biz avval bir naqshidan birini tanlaylik. Men bu yerdan bir muzikadan birini tanladim. Tanlab OK deganni besib bu muzikani buningga tanladim. Hozir Signevray degan muzika buningga qo'shildi. Endi biz shu muzikaninki qanday qo'yilganligini eparmiz. Buning uchun blok kiramiz. Blok kirib biz shu play degan, ya'ni qo'yishni basamiz. Basgandan keyin when play click deydi. Ya'ni shu play degan rasm besilgan vaqtida nima ish qilganligini eparmiz. Buni qilish uchun biz shu music deganni, player deganni besib set player one source deganni tanlaymiz. Ya'ni bu shu player birninki manbasiga nima ish qilib bergan degan, ya'ni qaysini qo'yganligimizni tanlaymiz buningga. Buni tanlagandan keyin biz shu muzikninki ismini beramiz. Buningga qaraydigan bo'lsak, boshqa nimalar bor ekan, bu yerda biz ishlatadigan bir narsa yo'q ekan. Biz bu yerdan tekst qilib, tekstdan ma'nodan bu yerga bayamqi biz bergan ma'u muzikaninki Signevray chekit mp3 degan shu muzikaning ismini beramiz. Mana biz muzikaninki ismini berdik. Ya'ni shu play degan knopka besilgan vaqtida playerninki manbasiga Signevray mp3 deganni qilgan degan gap. Bu qilgandan keyin manbasini bekitgandan keyin endi buni nima ish qilamiz? Qo'yamiz. Call play bir start, ya'ni shu muzika qo'yg'ishni qo'zg'atgan deganni basamiz. Endi buni bir qo'zg'atib sinab baqili. Buni qaraydigan bo'lsak, bizningki app ochildi. Endi qo'yish knopkasini besib baqili. Buni bosgandan keyin biz muzika qo'yish kerak. Qaraydigan bo'lsak, muzikani qo'ydim mana. Hozir to'g'ri sal asta bo'lganligi uchun sal ovozim yaxshi chiqmayotdi. Demak biz endi biz shu o'zimizningki qilmoqchi bo'lgan ishimizni amalga oshirdik. Mana qo'yish knopkasini bossam, muzika qo'yilgan bo'ldi. Ya'ni biz oddiy bo'lgan bir muzikani qo'yishni yasab chiqdik. Endi keyingi darslarimizda biz texmo ilgirlagan holda keyingisi, oldinqisi to'xtatish, qo'yish degandeklarni olib boramiz. Bugungi darsimiz mishanchilik bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.